Men Türkmen, onlara fakat Özbekçe gaplashdim, lekin onlar menga ruscha javob berdilar. Men shuni tushunmayapman nima uchun. Ya'ni Toshkent Rossiyaning yoki O'zbekistonning poytaxti. Nega biz shunday chiroyli o'zbek tilimiz bo'la turib, ayniqsa rasmiy joylarda rus tilida gaplashamiz? Nega bizning prezidentimizni yoki katta lavozimli odamlarning oldida hatto tarjimonlarga ham rus tilida gapirib, ularni rus tilidan keyin ingliz tili, xitoy tili, fransuz tili, rus tillariga tarjima qildiramiz? Bu narsa nimaga biz o'zimizning tilimizdan uyalamiz? Shunaqa so'zlar bor, u so'zlarni o'zbek tilidan rus tiliga tarjima qilib bo'lmaydi. Misol, ketmadi ko'nglimdan hech diyoriy Samarqanding, ko'zimdan uchar har dam gulzoriy Samarqanding. Hech kim bu so'zni o'zbek tilidan rus tiliga tarjima qila olmaydi. Lekin rus tilidagi har qanday so'zni o'zbek tiliga tarjima qilib bo'ladi. Nimaga biz xohlagan joyda rus tilida ko'chada gapiradimi, do'stlarning oldida, oilasidami, xohlagan joyda rus tilida gapirsin. Biz tilga qarshiligimiz yo'q, lekin rasmiy joylarda, katta siyosiy doiralarda biz o'zbek tilida tarjimonlarga ham hatto o'zbek tilida aytib, ularni keyin tarjima qildirishimiz kerak. Bu tilimizga hurmat, o'zimizning tilimizni rivojlantirish uchun katta foyda bo'ladi. Oksfordda ham hatto o'zbek tili o'rgatilayotgan paytda biz rasmiy idoralarda, rasmiy joylarda rus tilida gapirsak agar, bu juda kulgili holat. Biz ruslarga haligacha qaramligimizni bittada ko'rsatib qo'yadigan narsa. Nimaga prezidentimiz va u kishining oldilaridagi odamlar hammasi rus tilida gapiradi? Bu narsani yo'qotish kerak. Bizning rus tiliga hech qanaqa qarshiligimiz yo'q, lekin rasmiy siyosiy doiralarda albatta o'zbek tiliga gapirish kerak. Nimaiki bu o'zimizning chiroyli tilimizga hurmat bo'lgan bo'lardi.